Assalomu alaykum, Jack Jasmine kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan Jack G7 modelimizdan ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, tashqi ko'rinishdan ancha chiroyli mashina. Men shaxsan o'zim bu mashinani kuzovlarini Ford Fusion yoki Maserati Ghibli mashinaga o'xshatdim. Chunki nimaga desanglar, sababi oldi panjaralari, umuman oblisovkasi Maserati mashinasini eslatib yuboryapti. Agar fikrim noto'g'ri bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldirsanglar bo'ladi. Endi motor obyomlari, benzin rasxodlari, ot kuchi bo'yicha Jasminadan batafsil ma'lumotlarni olamiz. Xo'p, motori 1.5 bo'ladi, turbina. Ot kuchlari 150 ta, benzin rasxodi 6 ta 7 ta. Buni bitta moy almashgandan keyin rasxodi yana tushadi. Yana ham tushadi. Xo'p, balon razmerlarini ko'raveramiz. Balon razmerlari 17 ekan. O'zini zavodskoy diskalarida turibdi mashinamizni, kuzovlarini, lekin ancha baquvvat qalingina. Orqalarini ham bitta baho beraveramiz. Orqalari ham ancha chiroyli. Splashnoy paralar bilan jihozlangan. Yana bitta e'tiborli tarafi bu mashinamizda liftbek ekan. Bagaj obyomlari 520 litr biza. 520 litr. Ikkita sidena yotqisi 1180 litr bo'lar ekan. Hop, endi guruchtullari ikkitalik ekan. Ikkitala guruchtullari bu mashinamizning xuddi ana sport karlarga o'xshab juda ham chiroyli qilib mashinamizda jihozlangan ekan. 5 ключевой do'st ko'ryapman bu yerda. Endi salon ichki interyerlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ikkita oldi sidenalari ham sportivniy qilib juda ham chiroyli qilib jihozlangan. Bu mashinamizda rullari elektronniy, Abagrefi ham bor. abagreiflari bor. Cruise control bor, multi rul. Bu yoqda bo'lsa bizda o'rtada katta monitorlari bor. Bu yoqda bo'lsa bizda bardochoqlari ham juda ham o'ziga yarasha kengina. Ahamiyat beringlar, mashinamizning sidenasi perforatsiyali, ya'ni uchumchiga telatib yozgi kunida qizib ketmasligiga javob beradi. Salon orqalarini ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Salon orqalari ham o'ziga yarasha juda ham katta. Bemalol 4 kishi siqilmasdan bemalol yuradi. Xo'p, endi yana lyuklariga ham bitta e'tibor beraverasizlar. Lyuklari ham ancha-muncha katta ekan. Yana nima funksiyalari bor bu mashinamizda? 4 talasi ham nezavisimiy ekan. Mashinamizning hadolari ham juda ham test drive'larini shaxsan Jasminaxonning o'zlari organizatsiya qilib beraman deyaptilar. Laboydagi yozuv meni e'tiborimni tortdi. Rasrochka ham ochilgan ekan bu mashinamizga. Rasrochkasi bor. Boshlang'ich eng kami 25% boshlang'ich to'lov bilan rasrochka qilsanglar bo'ladi. Necha yilgacha rasrochka chiqadi? Boshlang'ich to'loviga qarab, boshlang'ich to'loviga qarab. Boshlang'ich to'loviga qarab yoki lьготный avtokreditdan bor deb eshitdimmi bunga? Bor, u ham 25% boshlang'ich to'lov bilan. Hech qanaqa rasmiy ish joyisiz. Yana bitta narsani ta'kidlab o'taman, bir xil bitta pasportga deganda boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan borib mashinani olib ketaman deb o'ylaydi, lekin bu yoqda nima desam-ku, shu masalaga ham albatta oydinlik kiritib o'tamiz. Bitta pasport bilan degani hech qanaqa rasmiy ish joyisiz. Pasportni boshlang'ich to'lov bilan kelsanglar, mashinani bemalol o'zinglarniki qilsanglar bo'ladi. Nima bonuslar qilib bera olasiz mana Jack Jasmine kanali obunachilari. Kanalimiz obunachilariga bu mashinani olganga nima bonuslar qilib beriladi? Xo'p, bonusi orqasini полный tonirovka qilib beramiz. Plus qo'shib evakorni oldi-orqa yaxshi polikdan qilib beramiz. Yaxshi poliklardan qilib berasiz. Test drive'larini ham erta organizatsiya qilib beramiz degan albatta. Servis kafolati necha yil yoki necha ming kilometr? 5 yil garantiya beriladi, 100 ming kilometrgacha. Albatta kelsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib bir kunning o'zida ishlaga hal bo'ladi. Shunaqa. Bir kunda kelsanglar, ertalab kelsanglar, uje kechga mashina haydab chiqib ketasizlar. Endi bugungi obzorimiz qisqa bo'ldi, lekin albatta sizlarga juda ham manzur keldi deb o'ylayman. Albatta obzorimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like, podpiska hamda kommentariy yozish esingizdan chiqmaydi degan umiddamiz. Keyingi obzorlarimizda albatta boshqa mashinalarimizdan ham obzorini qilib o'tamiz inshaalloh. Assortimentlar juda ham ko'p, faqat sizlardan talab qilinadigan narsa aktiv tushirmasdan bizani kuzatishda davom etishinglar. Obunachilarimizga o'zingizning tilaklaringizni bildirsangiz, biz ham videoni yakunlaymiz albatta. Kelinglar, sizlarni Jack Avto O'zbekistonda kutamiz. Jack Jasmine nomidan kelsanglar, bonuslari bilan chiroyli qilib chiqazib beramiz. Hammamizga mana shunaqa, bundan ham zo'r mashina albatta nasib ro'za aylasin deb qolamiz. Musofirdagi qadrdonlarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Vatanimizga eson-omon qaytib kelib,
mana bunaqa chiroyli pikaplarni ham olish nasib qilsin. Keyingi obzorimizda albatta pikap mashinalarimizning obzorini qilib o'tamiz. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.